Biz Samarqanddamiz, Qoq markazida o'quvchimiz Zimutda o'qigan Dilnozani salonini hozir obzor qilamiz. Umumiy qancha xodim ishlaydi yo qancha shogird chiqargansiz, raqamlarni aytib ketsangiz? Hozir bitta ishchim bilan ikkita shogirdim bor. Hozir umumiy birga ishlayotganlaringiz a? Birga ishlayotganlarimiz. Eng qimmat necha pulga zakaz olgansiz? $55,000 olganmiz. Tikish narxini o'zi $4,000 bo'lgan. Dilnoz ham hammadan bir qadam oldinda. Menimcha Samarqandda katalog bilan, kartela bilan ishlaydigan pardachi yo'q desam hozir meni urush bermaylar, lekin kam. Lekin hozir kundan kunga shunaqa ranglar chiqyapti. U ranglar katalogdan topa olasizda uni. Hozirgi kunda dizaynerlar katalogda ishlamasa qiyin masala. Mana bu bullik matolar 10 ta mijozdan ikkitasiga tikamiz. 8 tasi уже однотонniga o'tgan. Ko'p mijozlar однотonni tashab turadigan pardalar xohlashadi. Darnopadan ko'p narsa olganman. Shunday olganman, ishlatganman. Shunday ko'rsangiz aytgan gaplaringizni qilganman. Siz hozir mana bu qorani, mana bu tugmani, hammasi o'zimda ishlatilgan. Shunaqa parda chiqadida bor. Hamma shogirdim tikish bilmaydi, to'g'rimi? Tikishni biladigan professionallar ham kelib qoladi. Shu o'zimni oldingi shu Yunusoboddagi salonimni ko'rdim. Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Xo'p, bugun Samarqanddan gapiramiz. Yangi loyiha boshladik Zannafa bilan. Avvaldan shogirdlar yoki yaqinda Zimut akademiyasini bitirganlar bilan umumiy obzor sifatida salonlarini ko'rsatib bermoqchimiz. Bu foydali ilm ham bo'ladi. Hozir qayerga keldik Zannafa? Assalomu alaykum. Biz Samarqanddamiz, Qoq markazida o'quvchimiz Zimutda o'qigan Dilnozani salonini hozir obzor qilamiz. Ichkarida Dilnoz opa so'radi, kamchiliklari bo'lsa ayting deb, birdan videoda aytaman dedim Dilnoz opaga. Hozir tekshirib birdan foydali ham bo'ladi. Salon ochmoqchi bo'lganlarga, saloni borlarga ham qayerda kamchiligi bor, nimasi bor, birdan Zannafa aytib ketadi. Ketdik. Albatta kuzatib boringlar. Xo'p, Dilnoz opa, bugun siz saloningizni umumiy obzor qilamiz. Qanaqa, nima jarayonlar bor, Zannafa birgalikda obzor qilib ketaveramiz. Boshlab bersangiz, qayerdamiz, qanaqa salon uchun? Biz salonimiz Samarqand shahrida, aeroport Gelion tarafda joylashgan. Zarnopa, xush kelibsiz bizni salonimizga. Rahmat. Kelishingizni eshitib juda ham xursand bo'ldim. 1-2 kun shunaqa tez skorostda ishladim xursandligimdan. Zarnopa kelyaptilar deb juda ham xursand bo'ldik, mamnun bo'ldik. Rahmat. Salonga kelganingiz uchun, sizga ham bizni tanlab kelganingiz uchun rahmat. Rahmat. Mana Dilnoz opamiz salonlardamiz. Instagramda bularni Dilnoz pardalari, Dilnoz pardalar deb ko'pchilik taniydi, lekin salonlarning oti boshqa. Nima edi? Imperiya Store. Imperiya Store. Tepasida o'sha logolari Imperiya Store yozilgan. Instagramda Dilnoz pardalari. Tanishtiring o'zingizni. 2009dan men ishimni boshlaganman. 2009dan beri mijozlarga xizmat qilib kelamiz. 2013-yil shu salonimizni ochganmiz. Mana shu salonni? Yo boshqa salon bo'lgan? Oldin boshqa joyda edi, keyin ko'chdik biz. Ha, boshqa joyda bo'lgan. Oldin Oblastnoy tarafda edi. Keyin bu tarafga ko'chdik bu yerda. Xo'p. U yerda ham ishlarimiz juda ham yaxshi edi. Endi ba'zi bir sabablarga ko'ra bu yerda ko'chdik endi. Bu undan ham yaxshi ekan. Ikkita tomoningizda ikkita gilam. Ikkita gilamki, bu yer podvol katta, ishlashga juda ham qulay. Sexingiz podvalda. Tepa showroom. Showroom. Shunda 17 yillik tajribaga egasiz shu sohada. 17 yillik tajribaga egaman. Umumiy qancha xodim ishlaydi yo qancha shogird chiqargansiz, raqamlarni aytib ketsangiz? Men bir 5 yil Toshkentda borib qoldim. Hozir Toshkentda ham ikkinchi salonlar bor edi. Yaqinda Samarqandga keldingiz-a? Men 1,5 oy bo'ldi Samarqand keldim. Shunday kelishim bilan meni taniydigan shogirdlar sirazu уже kelishdi. Sirazu ishchilar yozishdi. Hozir bitta ishchim bilan ikkita shogirdim bor. Hozir umumiy birga ishlayotganlaringiz-a? Birga ishlayotganlarimiz. Yana hozir unaqa ishchilar olishim kerak, chunki уже ulgurmayapmiz. Ish ko'p, zakaz ko'p, Allohga shukr. Mana shu videoni ko'rganlar ham sizga murojaat qilaveradi. Biz nomer ham qoldirib ketamiz agar sizga murojaat uchun ish. Samarqandda ishlamoqchi bo'lganlar uchun. Samarqandda, Toshkentda ham zakazlar olyapmiz. Ikki tarafda. Toshkentda ham mijozlarimiz bor, ishladim-ku Toshkentda ham. Bu yerda ham chaqirishyapti, boramiz, olamiz zakaz. Zo'r. Hozirgacha umumiy qancha mijozga xizmat ko'rsatgansiz? Taxminiy hisob kitobingiz bormi? 1000 ta mijozdan ko'proq bo'lsa kerak. 1000 tadan. 1000 tadan. Keyin bizda yana ana muhimroq savol bor. Birovlar aytgisi kelmaydi. Eng qimmat necha pulga zakaz olgansiz shu paytgacha? Eng qimmat.
eng qimmat olgan obyektingiz? Tikish narximi yo Yo'q, Umumiy narx. общий umumiy narx. 55 ming dollarga olganmiz. Tikish narxini o'zi 4 ming dollar bo'lgan. Uni ichida. Ha, uni ichida, ha, ichida. Zo'r. Samarqandda bo'lganmi obyektingiz? Samarqandda bo'lgan, ha. 15 ta xonasi bo'lgan. Juda ham shu obyektda juda ham men o'zim ham maza qilib ishlaganman, chunki u mijoz bizga qo'yib bergan. Har bitta uyiga tanlashga o'zimizga qo'yib bergan. Har bitta xonasiga alohida individualni ishlab, masalan, prixoshga qanaqa fason bo'ladi, kuxnyaga qanaqa bo'ladi, klassika zalga qanaqa bo'ladi, har bittasiga alohida ishlangan biz. Keyin mijozimiz mato tanlashga, ya'ni puli qancha bo'ladi, umuman qanaqa desam aralashmagan, summasini chiqarganimizda ham u mijozimiz mamnun bo'lgan. O'zimiz ham shunaqa yaxshi matolar bilan maza qilib ishlaganman. Zo'r. Shu fasonim ham hozirgacha 2 yil bo'ldi shu obyektni topshirganimizda. Hozir ham shunaqa qarasangiz, bir hafta oldin tikib qo'yganday ko'rinadi. Ko'zingizga. Ko'zimga даже mana yuvyapmiz, yuvishga beradi, yana iladi-ku, o'zim ko'raman, ichimni zavqlanamanki, bir xil yana chiqadi. Chunki yaxshi matolardan qilgansizda. Yaxshi matolardan qilganmiz. Mehr bergansiz. Mehr berib tikkanmiz. Shu xonadonga kirsangiz ham qanaqadir u pardalar gapirib turadi. Itasiz-ku, haqiqatdan ham gapirib turadi-da. Zo'r. Bitta bo'lmasa salonni obzor qilib berasiz, qanaqa matolar bor, mijozlarga qanaqa xizmat ko'rsatasizlar. Zarna opa keyin qaysidir joyga tavsiya bermoqchi bo'lsa, bitta aytib ketaveradi. Hozirgi paytda ko'p kataloglar bilan ishlayapmiz, chunki mijozlarimiz noodatiy narsalar xohlashyapti. Shuning uchun ko'p firmaning katalogini olib kelganmiz. Dilnoz opam hammadan bir qadam oldinda. Menimcha Samarqandda katalog bilan kartela bilan ishlaydigan pardachi yo'q desam hozir meni urush bermaylar, lekin Kamda? Kam buni aniq bilaman. Lekin Dilnoz opamda hozir o'zim ko'rdim. Juda ko'p assortiment bor, eksklyuziv hammasi. Mana kataloglar, kartelalar, mana shuni ushlab zakaz bersa, olib keltiradilar. To'g'rimi? To'g'ri. 3 kunda, 4 kunda olib keltiradilar. Bu degani hammadan bir qadam oldinda degani. Mana hamma firmani katalogi bor. Nima? Interyerlar ham juda ham har xilda. Hozir ko'p olib kelmasangiz ham bo'lmaydigan zamon deyman. Chunki zamon talabi shunaqa. Mijozlar har xil xohlashadi. Sizni anutda naqd olib kelgan matoyingizdan hozirgi interyeri cho'tga chiqarib bo'lmaydigan zamon bo'lib qoldi-da. O'sha rangni topib bera olmaysiz. To'g'ri. Naqddagi masalan matolaringizdan, naqdda assortimentingiz masalan 100 ta bo'lishi mumkin, 150 ta bo'lishi mumkin, lekin hozir kundan kunga shunaqa ranglar chiqyapti. U ranglar katalogdan topa olasizda uni. To'g'ri. Podzakaz mollardan topa olasiz. O'shaning uchun hozirgi kunda dizaynerlar katalogda ishlamasa qiyin masala. U katalog anaqa qaysidir materiallar hammasini olib kelib qo'yib, unga zakaz bo'lmay turgandan ko'ra katalogda olib kelib, borini zakaz berib, bu vashsha oruli narsa-ku. Masalan, siz sotib oldingizda, katta pulga masalan qatdandir olsizda, molingiz ketmadi-da, xohlamayapti klient. Prosta mol chiroyli, tovar sifatli, ranglari ham zo'rda, lekin xohlamayapti mijoz. Uni majburlab mijozga o'tkaza olmaysiz-ku. U mol o'zidan o'zi 1 yildan keyin yo 2 yildan keyin o'sha eski molga aylanadi. Bu degani sizni omboringizda turib qoladimi? Qanchadir summa muzlab qoladi. Bo'ldi, qanchadir summa muzlab qoldi deganida u. Shuning uchun bu yaxshi variant-da baribir. Mana bu gullik matolar 10 ta mijozdan ikkitasiga tikamiz. 8 tasi уже однотонныйga o'tgan. Ko'p mijozlar однотонный tashab turadigan pardalar xohlashadi. Maza qilib texnologiyani ishlatar ekansiz-da unda? Maza qilib ishlataman. Mijoz etmasa ham o'zim ishlataman, chunki juda ham chiroyli chiqadi-da. Mana betlarda o'zi ko'rinib turibdi. Lekin nimaga mana shuni Chaneldan qilgansiz? Zarina opa, bu o'zi Chaneldan bo'lmasligi kerak edi. Bu mijozim shunday oddiyga tanlagan. Men shu choksiz texnologiyani tikishni xohlaganman. Bu mijozning narsasi. Mijozning narsasi. Endi u unaqa tanlamagan. Men o'zimdan chiroyli qilganman. Siz hozir mana bu qorani, mana bu tugmani, hammasi o'zimda ishlatilgan. Shunaqa parda chiqadida bor. O'zidan ishlatgan. Mijoz prosta mana matoni tanlaganlar. Qarang, bu ana kutuvdan ortiq berishdi. O'zim yaxshi ko'rib, chiroyli qilishni xohlaganim uchun qilaveraman. Hech pul ketishi menga ahamiyati yo'q. Mijoz kutganidan ortiq narsa beryapsiz-da. Zo'r. Qarang, bular pul turadi hammasi.
men bilan metr necha puldir. Bonusga qo'shib bergansiz shunda bular. Ha, bularni pulini O'zlari mana hisoblamayman. o'zlari o'sha texnikani ishlatish uchun, Ha. to'xtab qolmaslik uchun, komandani mana shu narsaga o'rgatish uchun mana bu qora, mana tugma, men bilan hammasini o'zlaridan qo'shganlar. Mijoz tanlamagan. Hisob kitoblarda yo'q bular. Ani nega men klientlarim kam, qanday qilib oshirsa bo'ladi dedi-yu ko'pchilik. Nima qilish kerakligi bo'yicha bitta yechimda. Yechim Zakaz berildi, zakazdan tashqari narsalar qilib, ijod qilib Men beriladi. yaxshi ko'rganimdan qilganman. Masalan, o'sha mijozingiz endi kimgadir tavsiya beradi, mana bunaqa bo'ldi albatta, deydi. u mijoz boshqa odamga bormaydi-da, chunki u mijozga hozir Dilnoz ham kutuvidan, u kutgandan ortiq narsa beryaptilar-da. Buni kutmagan tugmani, o'sha ruchnoy tugma, men bilan kutmagan, mana ichidagi qora отделкаларni kutmagan mijoz. Mana shu parda keladi deb o'ylayapti-da, mijozni kutuvidan ortiq narsa berish bu вообще шикарный, zo'r. Rahmat. Zo'r. Men o'yladim buni просто obrazesga o'zingiz showroomingizga tikkansiz deb o'yladim-da. O'shaning uchun nima uchun Chanelga dedim-da. Shuni bittasi tikilgan, bittasi hali tikilmagan. Ha. Prosta endi ikkinchisini ham tikib qo'yaman. Endi tikib olib boramiz sirazi. Qo'ymayman, olib boramiz, ha, inshaalloh. Zo'r. Klientingiz ham ko'rsalar, вообще. Inshaalloh, xursand bo'lsalar. Aha. Zaynab, hozirgi paytda mana shu yevropeyskiy usullardan ko'p ishlatyapmiz. Buni mana qarang, tepadan bantovka olamiz-ku, pastgacha shunaqa chiroyli turib beradi. Mijozlar ham shunday ko'radi-ku, sirazi tanlaydi. O'zimga ham juda ham yoqadi, ko'p tikaman. Juda ham yumshoq. Yumshoq, ha? Yumshoq, ha. Pastgacha skladka o'zi turib beradi. Mana bu Turkiya varianti. Qattiqroq. Xuddi shu materialni. Anaqaga yonlarini moskovskiyga ham zo'r chiqadimi? Moskovskiyga ham zo'r chiqadi. Zo'r chiqadi. Zo'r chiqadi. Mana buni masalan tikkanda sal unaqa turadi-ku bantovka. Faxri chimagan. Ishib turadi. Ha, shib turadi. Bu bunaqa emas, o'zini tashlab shunaqa chiroyli turadi. Bir marta dazmol qilamiz, shu bilan o'sha g'ijim bo'lmaydi. 3 millionga, 4 millionga, 10 milliongacha tikayotganlar bor-da. Umumiy bitta ob'yomli, bitta proyektida. Siz 50-60 ga chiqqaningizcha nima etaplar bosib o'tdingiz yoki nimalar qilish kerak? Ko'rayotganlar bor. Nima qilsam shu etapga chiqaman deyotganlar bor-da. Zarnapa o'zining tavsiyasini bergan, biladi. Zarnapaning tavsiyasi siz endi o'zingizni misolingizdan kelib chiqib aytsangiz. O'qish kerak. O'zini ustiga investitsiya qilish kerak, bilim olish kerak. Men masalan Zarnapaga borib bilim tikishga men borib bilim olish uchun borganman. Lekin Zarnapadan ko'p narsa olganman. Shunday olganman, ishlatganman. Shunday ko'rsangiz aytgan gaplaringizni qilganman. Tezroq amaliyotga qo'llagansiz. Mana bunaqa qilish kerak, unaqa qilish kerak deb o'pishga gapirgansiz, lekin men shu payt faqat menga gapiryapsiz deb o'zimga olganman. Bu Alloh tomonidan berilgan narsa, Zarnopa men uchun gapirdilar deb aytganlaringizni hammasini qilganman. 2020 da o'qigansiz birinchi marta shunda. 2020-yilda. 21 ga o'qidim. Men ikkinchi marta yanvarda o'qidim. Ikkinchi marta Zimutda o'qidim. Yaqinda yangilangan formatda. Yangilangan formatda. Shunday kelmasdan oldin hammasini rejalashtirib, уже reklamaga berib, keyin bir hafta qolganda Toshkentdan kelganman. Master klass qilib, choksiz texnologiya, уже o'qiyotgan paytda men choksiz texnologiya sirazu kelib ketardim-da haftada, har hafta. Уже sirazu mijozlarga aytib maqtab. O'sha bo'yicha zakaz olish boshladingiz, ha? Ko'rsatmasdan shunday rasmini ko'rsatib, tikkanimni rasmini, shu kichkina ekzemplarni ko'rsatib, shunday zakaz olganman. Kichkina narsalar. Zo'r. Mana 21-yilda birinchi marta o'qidingiz. Undan oldin ham menimcha yaxshi bo'lgan mijozlaringiz yomon bo'lmagan. Undan oldin parda tikkanlar. 2009 dan boshladim dedingiz-ku. 2021 ga o'qiganim sabab katta obyektlar qurila boshladi-ku. Ana shu yerga kirib borishga menda qo'rquv bor edi. Aytgan edim sizga. Masalan, eski uylarga qo'rquv yo'q edi. Bitta, ikkita fason tanlashga. Aytgan edim, shu qanaqa bularni ko'rardim, Zarnopani faqat obyektlar chiroyli. Katta obyektlar. Shunaqa obyektlarga bir marta bordimda, qanaqadir qo'rqdim. Qayerda nima tanlash kerak? Rang qanaqa qilish kerak? Bitta mijoz zakaz berdi, siz borib tanlab qilayotganingizda. U shuncha menga pul berib vijdonim qiynaladi-da. Shuning uchun men yo stop, men boraman, bilim olaman. Shunday bilim oldimda, o'sha ikkinchi marta umuman qo'rqmasdan shu tap-tub ishlaganman-da. Qanaqa nima miyangizda yondi işte? Qanaqa olish kerak ekan shunaqa katta zakazlarga borganda? Mana yangi boshlayotganlarga yoki daromadi kamlarga qanaqa tavsiya berasiz?
tavsiya Sora sizni eshitib o'zgarib qolsa, sizni ham hissingiz qo'shilgan faqat bo'ladi. bilim deb o'ylayman. Shunday men bordim, bilim oldim, tajriba oldim, qizlarni ishlashini ko'rdim, obyektlarga bordim. Mani ichimdagi qo'rquv o'zidan o'zi ketdi. Уже ko'rdim qanaqa mana bu dizaynga nima qilyapsiz. Hamma narsaga e'tibor berdim. Dars berishingizga ham e'tibor berdim, nima rang tanlashingizga ham. Behudaga borib kelmadim lekin. Shunaqaga men borib kelmayman. Hamma narsaga e'tibor berdim. Ishchilaringizga e'tibor berdim. Kim qanaqa ishlayapti, kim nima qilyapti, kimni xizmati qanaqa sexingizda. Qanaqa uyga nima fason tanlayapsiz, qanaqa rang qo'yyapsiz. Kelib uyimga shu darslikni hammasini ko'rib miyani o'stirish kerak-da. Shundan keyin sizni ko'rdimda, уже kelganimdan keyin qanaqadir hech qanaqa qo'rquv yo'q edi. Уже kirganda obyektga kirganda mana siz masalan cho'l bilan qilasiz shunday holga. Уже kirganda уже tasavvurimga sirazu kelardi. Mana holga, zalga kirganda уже tasavvurga siznikiga borgan-ku men. Shunday qarasangiz ko'p mijozlarim aytadiki, Zarina opa bilan ishingiz bir xil deydi-da. Qanaqa ustozga borsangiz, ishingiz shunaqa bo'ladi. Даже qanaqadir o'xshashliklar keyinchalik bo'ladi. Sizdan biz bir narsalar olamiz-da. Ba'zilar aytadiki, sen deydi, Instagramda chiqib gapirishing ham Zarina opaga o'xshab ketadi deydi-da, rosti. Shuning uchun ustoz tanlashga ham adashmaslik kerak deb o'ylayman. Bo'pti, Birinchi shu. shogirdlikka bordingiz, qo'rquvlaringiz ketdi, kelib keyin yana ishladingiz, davom ettirdingiz ishingizni. Sirazu kelib katta obyekt oldim. Sirazu katta obyektlarda boshladingiz. Shuni qanday oldingiz? Katta obyekt. O'z avvaldan zakaz bormidi yo Bizda salon bor-ku, murojaat qilib keladi-ku. Masalan, aytadilar-da, shu zakazni olasanmi, yo'qmi deydilar. Men ham bo'ldi, olaman deyman. Avval olmay turuvdingiz shular. Qanaqadir qo'rquv bor, yo'q, menga emas, bu tikuvchiga bering deb aytardim. Agar qanaqa nechta uy, qanaqa uy deb so'rardim. Tushunarli. Agar shu uy dahshat tika olasam deb aytardilar. Yo'q, hay, mana bu tikuvchiga bering deyardi. Keyin o'zimdan o'zim to'lmasdan nima uchun men shunaqa? Nima uchun menda qo'rquv bor? Shu ishni men ham qila olaman-ku deb sizni nechta tikuvchini, endi dizaynerni kuzatdim. Nechtasini kuzatdim. Sizda qanaqadir nima ko'rdim, bilasizmi? Mana odamni ham ko'rsangiz, odamda nur bo'ladi ilohiy. Sizni ishingizda men shu narsani ko'rdim. Bo'ladi-ku, ilohiy nur odamda bo'lsa, men sizni ishingizda shunaqa ilohiy nur ishingiz charaqlab turadi-da qanaqadir. Rahmat. Shuni ko'rib men taqqoslab sizga borganman, lekin Allohimga behisob shukr etaman, adashmagan ekanman. Allohim meni sizga yo'lantirganiga shukr deyman. Maza qilgan ekan, tikuvchilarmi? Katta obyektlarni tikuvchilarga bergan ekanlar. Berganmiz. Men tikolmayman. Qo'rquvim bor meni deb. Shunaqa bo'lgan. Pasta sexingiz bor shunda? Pasta sexi. Ko'rsatamiz buni? Albatta. Tushik bo'lmasa. Nazorat ko'rsatsangiz sexda nima jarayonlar, qanaqa narsalar bor bu yoqda? Bu yerda hozir ko'p choksiz texnologiya tikyapmiz. Siz shu yaqinda o'rganib kelgan texnologiya amaliyotda qo'llayapsiz hozir bu yerda ko'proq. Amaliyotda qo'llayapman. Через один уже mijozga почти tikyapmiz-da. Har ikkitadan bittasiga. Ikkitadan bittasiga tikyapmiz. Ba'zilari aytmasa ham, lekin уже biz shu usulni o'rgandik-ku, уже faqat shu usul bilan ketyapmiz. Masalan, aytmasa ham moskovskiy qovuraman, chunki o'rtasini bo'lamiz-ku, shu qanaqa akkuratni turadi. Qovuraman, chiroyli qilib. Etish shart emas. Etish shart emas. Dizaynerga bog'liq-da. Qilgan ishlaringizni ham bitta ko'rsatsangiz? Bu yerda mana bu diplom ishi. Zarina opa. Bilaman. Chiroyli qilib qo'yganmiz. Biz ham chiroyli qilganlar diplom ishlarini, Dilnoz opam qaranglar, orqa обработкаларni ham вообще orqasiga ham ahamiyat berganlar. Mana shu narsada qolgan pardachilar o'qimagan yo sizda tajriba oshirmaganlar nimada kamchilik qilishi mumkin? O'sha bitta aytib ketsangiz, mana shu narsalarga ahamiyat berilgan deb foydali ma'lumot bo'lib qoladi. O'qimaganmi? Endi mana shu narsani bilmaydiganlar nimalarda xato qilishi mumkin? mana men repsiga tikkanlar-ku, masalan, tortmasdan tika olganlar. Mana. Bu ham oson emas-da tikish. Masalan, bilmagan odam, o'qimagan odam, buni texnikasini bilmagan odamga qiyin buni tikish, masalan. Mana men bir repsiga ham xuddi shunaqa.
mana bu plankalar ham o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, oson emas. Buni ham texnikasi bor. Texnikasi bilan qilmasangiz ishib qolishi bor, bu yoqqa surilishi bor. Chunki bular matodan yasalayotgan plankalar, bular tayyor emas-ku. Tayyor plankalar o'zlari qo'lda yasaganlar. Mana bu yerda orqa обработкаларni misol uchun texnikasini bilmasa, anaqa qilish qiyin bu yerda. Astarlik qilganlar. Endi bu meni fikrim. Buni endi Dilnozadan so'rash kerak. Masalan, Zimutda o'qimasdan oldin mana shunaqa texnikani qanaqa tikardilar, hozir qanaqa tikanlar? Nima o'zgarish bo'ldi? Nima o'zgarish bo'lgan? Ishingizdan umumiy. Oldin tikkanimga bunaqa tika olmasdim-ku, lekin planka tikkanman. O'zim internetda ko'rib, yoqtirib tikkanman. Men plankani orqa tomonini ham hozirgi endi sizdan o'qib chiqqanimdan keyin akkuratni chiqmagan joylari bor. Endi u orqa tomonga ko'rinadi, o'zim bilaman. Oldi tarafini men qo'l bilan tikib chiqqanman. Bir marta tikkanman. Tortganda chunki. Tortgan, keyin nima qilish kerak deb ustiga o'tirib yechim nima qilganda qo'l bilan hammasini ikkita tomonni ham tikib, keyin qilganman. Ancha vaqtim ketgan. Vaqtingiz ketgan. Bitta shunga shuncha vaqt ketsa, shunday vaqt planka shuncha qiyin bo'lsa deb boshqa zakaz olmaganman shu payt. Ayni shu ish bo'yicha. Ayni shu ish bo'yicha ham. Keyin Zarina opaga o'qiganimizdan keyin oson texnikani o'rganganmiz. Qancha vaqtingiz qisqardi shu bitta aniq obyekt? Mana shu fasonni bitirishda. Zimutda o'qiganingizdan keyin qancha vaqtingiz qisqardi? Qo'lda men 3 kunda ikkita kvartirani tikkanman, polностью tayyorlaganman. Zimutda masalan 1 kunda bitirsa bo'ladi. Даже 3 barobar qisqaryapti shunda. Vaqt 3 barobar, 1 kundan ham tezroq qilsa ham bo'ladi. Keyin bu masalan avvalgi paytdagidan hozirgi narxingiz o'zgarish bo'ldimi yo bir xil ushlab ketyapsizmi hozircha? Yo'q, hozir o'zgarish bo'lgan. Agar choksiz tiksam 85 ming tikaman. Agar oddiy tiksam 45 mingdan tikaman. Lekin ba'zi payt qarayman, u juda ham chiroyli. Choksiz texnologiyani masalan aytsam, yo'q oddiy tikavering, qimmatli qiladi. Lekin shu narsa qilyapman, faqat texnikani choksiz qilib, bir ikkita narsalarni o'zimdan qo'shib yuboraman, chunki chiroyli chiqishini xohlayman. Zo'r. Mana shu obyektimni faqat kombinatsiya qilaman dedim, chunki u mijozi misol arzon chiqishini aytganlar. Xohlaganlar. Boshqa joyda hisob-kitob qilganlarda 100 milliondan oshiq bo'lgan, 8 ta xona. Bizda kelib hisob-kitob qilganda 55 million bo'lgan. 55 million bo'lgan, lekin mana shu aksessuarlarini, ichida ham narsalar ketadi, bilasiz, qancha narsalar. Qancha narsa bo'ladi ichida. Ana shularni ham men o'zimdan qilganman. Yopishtiradigan narsalar. Chunki panoramli oynalar shunaqa chiroyli chiqadi-da, o'sha bilaman-da, choksiz texnologiya. Mehnat qilasiz, o'zim ham bahra topaman-da. Shuning uchun men pulini ayamasdan o'zim olib kelib quraman. Shunda oddiy tikadiganlar 45 ming, 40 ming atrofida tiksa, agar buni o'rganadigan bo'lsa, shu mijoziga mos qilib 80-85 ga bemalol. 85 ming aytsam, bemalol mijoz уже ko'nadi-da. Zo'r. Agar mabodo to'liq xohlamaganda ham qaysidir kombinatsiyalar qilib, lekin narxini oshirsa bo'ladi. Shuni o'zingizdan bemalol. Albatta bo'ladi. Hozir menimcha umumiy ko'rayotganlar baribir 60-70% oddiy tikayotganlar ko'ryapti-da. Qanaqa narxini oshirsam bo'ladi, nima qilsam o'zi oshadi deb turganlar ko'p-da. Shu bitta anaqa bo'ladi. Bilasizmi, ko'pchilik endi o'ylaydiki, shunday qaraganda, mana shunaqa tikishku, oddiy-ku deydi. Lekin shuni bitta qilib ko'rsin, zakaz qilib, bitta shuni zakaz olsin, bitta o'zi qilib ko'rsin, shunaqa chiqara olmaydi. Ko'p o'zidagi chiqara olmaydi. O'zi buni texnikasi bor-da o'zida. Qanaqa qilish kerak, qayerda qanaqa tikish kerak, hammasini texnikasi bor. Shunday qaraganda masalan, osonku qila olaman-ku deydi. Unaqa emas, lekin o'zi qilib ko'rsin avval, shunaqa chiqadimi? Solishtirib ko'rsa bo'ladi. Solishtirib ko'rsa, qayeri tortmayapti, nima uchun unaqa bo'lyapti, buni hammasini sir asrorlari bor. Chunki oson emasda, bunaqa texnika klassikadan ham qiyin-da, aslini olganda. Klassika ham bunchalik qiyin emas. Shunga yarasha narxini ham oshiraverar ekan. Shunga yarasha narxini oshirib. Keyin bu vaqt talab qiladigan narsalar-da. Vaqt ko'proq ketadi. Bugun o'shanga yarasha narxi oshadi avtomatik. Hech qachon oddiy tikish bilan buni narxi teng bo'lishi mumkin emas-da. Mehnati bir xil emas, shunga yarasha narxi ham bir xil emas bo'ladi. Narxi bir xil, mehnati chunki ko'p vaqt talab qiladi bunda. Tushunarli. Yana nimalar bor bu yerda, sexda? Bu yerda mana bu kvartirani ham biz choksiz qilganmiz. Ko'ring-da, mana e'tibor bersangiz, ustida вообще chok yo'q. Qaysinda? Mana buni hali biz tegini bitirmaganmiz, lekin tepasida chok yashiringan. Chok yo'q.
Даже rezinkani ham, korsajni ham choki ko'rinmayapti. Choki ko'rinmayapti. Ana ko'rdinglarmi? Rezinkani ham choki yo'q. Buni faqat mana shu tugmalarini qilsak, mana orasi yopiladi-da. Tugmalarini qilmagan-ku biz. Shu sal ochilyapti. Bundoq tugmalar bilan yopib borasiz. Keyin bitta shunaqa parnoy dazmol bersak-a. Zo'r. Bu yerda necha kishi ishlaydi hozir pastda sexda? 3 kishi. 3 kishi. Bitta shogirdim bilan bitta ishchi olganman. Yaqin orada necha kishilik komanda qilmoqchisiz endi? Yaqin Planingiz orada bo'yicha. yana 3-4 kishi olmoqchiman, chunki ulgurmayapman. 9 gacha, 10 gacha ishlayapmiz. Kechki payt. Ha, kechki payt. O'zim ko'proq ishlayapman, charchab qolyapman. Chunki ham zakaz olaman, ham dizayn qilaman, ham ishchilarga ish beraman, keyin ham yana o'zim ham tikaman. Ha. Fizicheski sal oilam bor, 4 ta bolam bor, uy bor. Ishdan tashqari hayot ham bor deng. Tashqari hayotdan bor. Hozir mana bu fasonimizni ham yangicha fason qildik. Mana shu tepasiga ham kombinatsiya kirgizdim. Mana bu tepasi bor-ku, tepasi parnoy bilan qilsak chiroyli turadi, faqat tez-tez ilingani shunaqa turibdi. Parnoy bilan to'g'rilasa bo'ladi. Keyin 15 sm bu kiradi ichkarida. Shuning uchun bu uzunroq. Mana shuncha joyi ko'rinadi. Bildim sirasi. Nishaga kirsa kerak, nishaga ko'rishim bilan. O'sha nishada kirsa, o'sha chiroyli turadi, 7 sm, 8 sm ko'rinadi. Mana buni orqasida ham biz ishlaganmiz, bu shunday yopishtirib qo'ymaganmiz. Bez sirchasi orqasida ham atlas bor. Ana. Zo'r. Shunday mijoz olib yuvsa ham, o'ziga ham shunday приятный bo'ladi-da. Zo'r. Oddiy tikmaganmiz. Maza qilar ekan mijozingiz. Buni ham Zaynoba buni ham mijozim mana shunisini aytgan, fasonini mana shunisini ko'rib aytgan. Tepasini aytmagan, men o'zim qilganman, chunki har doim bir xil fason bo'lsa o'zgarish kiritib, chiroyli qilishni xohlayman. Zo'r. Kutubidan bab ortiq narsa berishga harakat qilasizmi mijozga? Ha, shunaqa. Rahmat. Qanaqa mashinalar ishlatasiz? Shulardan bitta obzor qilib keting, anaqalar uchun, ko'rayotganlar uchun. Keyin bu yerda ham Zaynoba biz детский xonaga shunaqa fason qilganmiz. Zo'r. Buni ham mijozim faqat o'zini aytgan mana shuni. Uyi shunaqa chiroyli, lekin mana shu fasonni o'zimdan qilganman. Fasonni. Zo'r. O'zi qarangda, mana shu tul haytek ketyapti. Bu planda yo'q edi. Mana shu portier haytek ketyapti, lekin ana shu fasonchik yoqqani uchun chiqarganman. Zo'r. Detskiga. Ha, qiz bolalar uyi xonasi. Zo'r. Juda chiroyli. Keyin mana bu yerda ham tulni ham biz nima qilganmiz? Choksiz qilganmiz. Hali unaqa dazmoldan chiqmagani uchun biz ilmadik. O'rtasini shunaqa qilganmiz. Tullaringizni. Tullarni. 2 kishi o'tirib tikadi shunda bu yerda. Odatda. Ha, 2 kishi. Mana bunda ko'proq o'lchaysizlar, shunaqa kesishlar bo'ladi. Ha, kesish, dazmol shu stolda bo'ladi. Dazmol bo'ladi, bichiladi asosan bu yerda. Ha, bichiladi, dazmol bo'ladi. Jask mashinka bilan tikamiz. Hozirgi paytda overlock ishlatmayapmiz. Overlock ham bor, lekin ishlatmayapmiz chunki основной choksiz bo'lyapti. Chokimizni, overlockni вообще ishlatmaymiz desam ham bo'ladi. To'g'ri. Choksizga o'tgandan keyin overlock ishlatmaysiz. Ishlatmaymiz. Kerak bo'lmaydi hech qatiga. Yana planlarimiz bor, yangi mashinka olishga, Xudo xolasa. Toshkentdan mashinkalaringizni olib kelganmisiz? Toshkentda 2 ta mashinkam bor, uyda 2 ta mashinka bor, yana bu yerda bor. Toshkentda ham turibdi. Hammasini bitta joyga olib kelishingiz kerak ekanda. Ha, hali olib kelmaganman. Hammasini bitta joyga qilsangiz. Dazmol stolimni ham olib kelmaganman hali. Endi olib kelasiz. Endi Xudo xolasa. Zaynoba, men sexni ko'rdingiz. Nimalarni o'zgartirish kerak, yana ham yaxshiroq bo'lish uchun birdan tavsiya berib keting endi. Sexda mashinka kam. Chunki bu yerda siz shogirdlar kerak-ku sizga. Shogirdlarni ham o'tkazib o'rgatishingiz uchun, hech bo'lmasa sizga qopcha tikib berish uchun bir mashinkangiz bo'lishi kerak-da. Siz vaqtdan ham yutasiz, ham shogird sizga foyda beradi, ham o'zi o'rganadi. Hamma shogird ham tikishni bilmaydi-ku, to'g'rimi? Haqiqatan. Tikishni biladigan professionallar ham kelib qoladi. Shogirdlar ichida. Ularga misol uchun normalniy bir narsalaringizni tiktirsangiz bo'ladi. Klient tikini emas, o'zingiz ham baribir qancha narsalaringiz bo'ladi-ku, tikiladigan. Mashinkani ko'paytirishingiz kerak-da.
mashinkalaringiz o'sha hammasi bitta joyga qilishingiz kerak ekan. O'sha 4 ta bor deyapsiz. Ha. Bitta joyga qilishingiz kerak. Chunki agar ishchi oladigan bo'lsangiz ham, ishchilar ham bittada ishchi olinmaydi-ku. Ishchilar ham kelib ketadi, uni analiz qilasiz, sinov muddatiga keladi. O'sha sinov muddatida ham o'tkazishingiz kerak deysiz mashinkaga. Tika olyaptimi, tika olmayaptimi. Shunaqa. Yana nima? Mashinadan tashqari. Parda iladigan joylari bor. Anaqa bor. Iplari bor, hammasi. Faqat dazmol olib kelmaganman deyaptilar. O'sha dazmol stol alohida bo'lishi kerak. Bu bichuv stol bo'lsa, dazmol stol bo'lishi kerak deb o'ylayman. O'zi alohida bichuv stolga xalaqit bermasligi kerak dazmol stol. Sexda keyin Salonga alohida aytasiz hozir tepaga chiqib. Nima bor, uni o'zgartirish yoki qaysilar yaxshi? mana buni enini uzunligini nechi metr? 280. 320 uy kelsa-chi? 320 kes. Yerda qilasiz? Yerda qilaman. Dazmolning. Yo'q, o'zi bichishi. Bo'ya olishingiz kerak. Ha, o'zi bo'y olishni ilib qilaman. Bo'lmasa mana qo'lni artib polga qilaman. Ha, o'zi polga qilasiz. Chunki ikkinchi stolni, hali yaqinda keldik-ku. Chunki ikkinchi stolni yasab bering deb aytaman, haligacha yasab bermadilar. Ikkinchi stolni o'zini qilmoqchiman. Lilolumda mana shu gubkasiz bo'y olishga zo'r bo'ladi. Bo'y olishga, bichishga 4 metr qilmoqchiman, xudo xolasa. 4 metr qilib, enini kichkinaroq qilsangiz. Ha, xudo xolasa shunaqa. Enini kichkina qilsangiz, u odam bu yoqqa bemalol qo'lingiz ana qilib ola olasiz narsalarni. Shunaqa qilmoqchiman. Zarina opa, mana shu fasonimiz, mana shunaqa geobrazniy deydi, mana shunaqa bor-ku. Erker deyiladimi? Shunaqa joy. Mana bu tul bunaqa keladi. Qarangda, mana bu yer Moskovskiy, mana bu yerda yana bitta tul bunaqasiga ketadi-da. Shu orasi bu yerda deraza ochadigan bor, shuning uchun udobniy bo'lish uchun biz shunaqa qilganmiz, keyin Moskovskiy shof qilganmiz. Bu tomoni ham shunaqa Moskovskiy shof. Chiroyli mana. Skladkada hatto bilinmaydi. Chok borligi. Keyin hozirgi paytda Zarina opa usulga ham e'tibor beringda, o'rtasini mana shunaqa bir-biriga kiradigan qilib olyapman. Chunki yo bittasi-da, bu yana ikkitasi bor. Ikkita chetiga turadigan katta joy. Chulni mana o'rtasini oddiy bantovka emasda, mana shu bir-biriga kiradigan bantovka qilyapman. Pastgacha juda ham chiroyli turib beryapti. 3 barobar dogasi. 3,5 barobar. 3,5 barobar. 3,5 barobar. Orqasidan tikkansiz. Yo'q, oldidan. Oldidan. Oldi tarafda faqat bir-birini kirgizib, 2 sm kirgizib tikyapmiz. Mana shu pastgacha chiroyli turib beryapti-da. O'shanchimi? Chiroyli mana orasi ham shunaqa yopilib Tulingiz ham chiroyli ekan-da. Ha, tulam chiroyli. Tulam chiroyli ekan o'zi. Rangi ham zo'r ekan. Rangi ham keyin oynaga qo'yasiz-ku, bu sal ochadi. Mana shu yerda bo'ya olasizmi? Ha, shu yerda bo'ya olamiz. Yana uzunroq bo'lsa, agar tepada ham joyimiz bor, 4,5 metr tepada. 4 metrdan oshiq bo'lsa tepada olamiz. O'zi bo'y olishdan oldin osiltirib ham qo'yasizmi ozgina? Osiltirib qo'yamiz. Osiltirib qo'yasiz, keyin bo'y olasiz. Osiltirib qo'yish kerak-da, chunki osiladigan pardalar ko'p. Osiladi, ha. Osilgancha osilib Chanel oladi. osiladi, ko'p pardalar osiladi. Agar yerga tegsa-ku bilinmaydi. Yerga tegmaydigan qilib bersa, mijozga tegib qolishi mumkin-da. Ko'pchilik mijozlarimga yerga tegmaydigan qilaman. Chunki ko'p hozir shunaqa talab bo'lyapti. Yerga tegmasin, tegmasin deydi. Artishga anaqa 2 sm qoldirib tikaman. Tulam, portira ham bir xil qilyapmiz. Yaxshi. Ba'zi mijozlar bor, 0,5 qilib ber deydi. 0,5 yerdan 0,5 bo'lsin deydi. Lekin shunga ham chiqaryapmiz, qilamiz. 0,5 desa ham qilamiz. Tegib tegmasdan tursin deydi. Shunaqa mijozlar ham chiqadi. Keyin hattoki mana bu karnizning ilgaklari ham ko'rinmasin deydi. Shunaqasi ham qilib beramiz. Tepadan karniz tegidan 0,5 chiqarib beramiz. Zo'r. Ilgaklarni ko'pchilik xohlamaydi. Ko'rinishinimi? Ha, shunaqa. Ayniqsa choksizlar qilib tiksangiz, agar ilgak ko'rinsa, o'sha xunuk bo'ladi-da. Xunuk bo'ladi, ha. Ilgaklar Agar nisha bo'lsa, baget bo'lsa, e'tibor mana bu baget usti yopiladi, e'tibor bermaymiz. Agar ochilgan bo'lsa, albatta karnizi tegidan ko'rinmaydigan deb qilib beramiz. Qilib berasiz. Zimutda o'qiganingizda kichkina aprazeslar tikdingiz-ku. O'shani hammasini kichkina karnizga yoki trubaga, trubaga relesga qilib
hammasini osib qo'ysangiz o'sha komandangizga ham misol uchun bitta narsani aytasiz-ku, aytganda shuni o'shan ko'rib olsa tezroq qilib beradida. Tim bo'lsa siz komandani hozir kattalashtirmoqchisiz-ku, yangi komandaga yangi texnikani o'rgatish oson emas-da. Qiyin-ku, siz bilasiz-ku. To'g'ri bilaman. Rosa qiyin. Hozir mana siz bilan ishlayotgan komandangiz ancha o'rganib tushib qolgandir anaqa tizimingizga, lekin yangi hozir ko'paytirmoqchiman, uspet qilmayapman deyapsiz-ku. O'shalarni chiroyli qilib osib qo'ysangiz, ularga tayyor shablonda. To'g'ri. Mana shu modelni tikamiz. Mana shunaqa. Faqat shuni kattasi bo'ladi. Siz kichkinaroq tikkansiz. To'g'ri. Shuni kattasi bo'ladi desangiz, siz bemalol tepaga chiqib klientingizga qarab tushganda ham ular o'sha ekzemplaringizga qarab biriga bir qilib sizga tika oladi-da. To'g'ri. Shunaqa qilaman. Xudo xolasa. Esimga kelmadi boshdan. Nima anaqa sexda nima anaqa deganlarda esim kelmadi. O'shani albatta qilishingiz kerak. Xudo xolasa qilaman. Zarnab mana salonni umumiy ko'rdingiz. Nima plyus, nima minuslari bor? Men mijozman. Uyimga tiktirishga keldim. Plyus ko'p. Pulim ko'p, premium mijozman. Men uchun bu yerda narsa ko'p. Men chalg'iydigan narsalar ko'p edi. Endi nima desam bo'ladi? To'g'ri, tovarlari ko'p, bu yaxshi, lekin bu oldingi tizimda, bu oldingi sistemada o'sha tovarlarni qanaqadir ixchamlashtirib kirganda qanaqadir bunaqa nima deydi, uyutli bo'ladi-ku. Ko'p o'ylanib qoladigan bo'lmasligi kerakmi shunda? Ha, ko'p o'ylanish kerak emas-da, mijoz. Masalan, men mijozman, hozir mijoz ko'z bilan kirdim. Bu yerda men chalg'itadigan narsa juda ko'p-da. Keyin men bu kataloglarni ham ixchamlashtirish kerak deb bitta joyga tiqish kerak. Mijoz kelganda o'zi bilinadi-ku, ana sizda yo'qmi, boshqachasi yo'qmi deganda, keyin o'sha paytda olib chiqish kerak. Qaynar buloqchaga o'xshab chiqish kerak, tushundingizmi? Boshda kamroq bo'lib turib, keyin olib chiqilinadi. Keyin chiqilishi kerak. Keyin masalan, katta pardali ilingan-ku bu yerda. Bilmayman endi. Bu endi men balki noto'g'ri o'ylayotgandirman. Sizni fikringiz? Meni fikrim bu. Meni fikrim. Balki noto'g'ri o'ylayotgandirman, lekin men uchun narsa ko'p. Lekin aytdilar Nozibam. Boshqa salon ochish niyat bor. Balki bu yerda sotuv-ku asosan, sotuv tizim bo'lgani uchun bular shunaqa anaqa qilishgan. Boshqa salonlarda, lekin Toshkentdagi saloningiz zo'r bo'lgan. Menga rosa yoqqan. Akkuratniy bo'lgan. Salonda mana premiumligini bildiradigan narsa salonni narsa ko'pligi emas. To'g'risi-da. Narsa ko'p, nabarot chalg'itadi. Odamni premium degan u nabarot uyut, komfort, u boshqalardan ajraladigan bo'lishi kerak-da. Menimcha Samarqandga hammaga kirsa shunaqa ko'p bo'lsa kerak narsa. Shunaqa ko'p. Shunaqada. Endi siz ulardan ajralishingiz kerak-da. To'g'ri. Ajralish kerak. Endi keyingi saloningizda shunaqa terib kelishasiz-da. Lekin o'sha kataloglaringiz ham mashincha mol ichida ko'rinmaydi. Nimadir qilish kerak-da bu yerda. Yo mollarni kammasini kartella formatda qilish kerak yoki siz boshqa kichikroq salonga chiqib boshqacha anaqada ishlashingiz kerak. Polniy kataloglarni stol ustiga qo'yib, obrazeslar qo'yib, modelchalar osib anaqa qilishingiz kerak. Shu katalognikidan ham tikib qo'yish kerak-da, shunaqami? Yo'q, tikib qo'yish kerak, lekin perebor qilish kerak emas. Hamma narsada tikib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Perebor qilish kerak emas-da, ko'paytirib olish kerak emas narsani. Ko'paytirib olsangiz klient chalg'iydi. Kiradi-ku, klient chalg'ib ketadi. Klientni lekin o'zi ham aytadi. Juda ham ko'pligi uchun vibr qila olmayapman. Qilolmaydi. Shunaqa. Qilolmaydi. Hozir vibr ko'pligi trendda emas-da. Hozir o'sha boshqacha mana o'ylang, o'zingiz ham hozir unaqa ishlamaydi. O'zingizni mijozni o'rniga qo'ying-da, nimadir borishga oling-da. Oddiy uzoqqa qaramaylik, brendlarga kiraylik, u anta bitta sumkasi, manta bitta sumkasi turadi-yu. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Endi to'g'ri, biz u darajaga yetmaganmiz, lekin shunaqa fikrlaydigan bo'lsangiz, biz ham narsalarni kamaytirishimiz kerak. Hamma bilan ishlash degan bu zo'r degani emas. Bozorda ham terishingiz kerak. Mana shu O'zbekiston bozorida ham-da, misol uchun, men hozir держателlarni ko'ryapman. Bu yerda O'zbekistonniki ham bormi? Abxatlarni. Bir ikkita bor. Ularni ham mana terish kerak-da. Qaysi eng zo'rini olib shuni qo'yish kerak. Bo'ldi. Unikini ham, bunikini ham, bunikini ham qo'yish kerak emas. Lekin endi men Samarqandga ko'p kelaman, lekin men mijozlar uyiga kelaman, aylanishga kelaman. Men parda salonlarda aylanib yurmaganman. Balkim Samarqand uchun bu normadir. Bu meni fikrim. Просто anaqa qilmanglar. Balkim sizlar qo'ymassizlar buni. Men o'zimni fikrimni aytyapman. Yo'q, yaxshi gapiryapsiz. Men uchun
bu anaqa o'sha eskirgan anaqa. Zarinopa o'zi aytyapsiz-ku, mana shu 3 rad ko'ryapsiz-ku, 3 raddan birinchi raddan вообще qilinmaydi. Qilinmasa olib tashlang, nima kerak bor sizga? Ikkinchi raddan ham bu yerdan ham qilinmaydi, bu yerda Siz bitta turganidan analiz qiling. qilinadi. Ana, ko'rdingiz? Mana shu O'zingiz javob 3 berasiz. raddan 3 oyga bir qilinadi. Ana, ko'rdingizmi? Haqiqatan ham. Ishlatmayapmiz. Bo'pti. Karnizni ham, podvolga olib tushing. u karnizni ham shunaqa. Yo'q, qarang, o'shalar podvolingiz bo'sh ekan, olib tushish iloji bor-ku. Jek podvolga osib, shunoligicha osib qo'yasiz. Mabodo kerak bo'lsa, klientingiz yuring, shuni podvoldan ko'rib chiqasiz deb olib tushish iloji bor-ku. Yoki shuni yechib olib kelish iloji bormi? Просто переборni kamaytirish kerak-da. Bu sizni narxingiz tushiraveradi-da. Narxingiz ko'tarmaydi. Ko'p narsa bo'lgan narxingiz tushiradi. Men shuni ko'rdim. Asosiy narsa shu. Asosiy narsa shu. Qolgan boshqa salonlar, o'rtacha salonlarga ham borgansiz. Bormaganman Samarqandga. Yo'q, umumiyda Vaqtimiz bo'lsa bir aylanib yursak bo'ladi. nima plyusi bor mana? Nima plyuslarini sanab bering. Mana assortiment ko'pligi bir tomondan zo'r bu. Lekin aytaman, buni boshqacha formatda ko'rsatish kerak. Mana o'sha hozir menga ko'rsatdingiz-ku, katta kataloglar. O'shanaqa qila olmaysizmi mana shu matolaringizni? Siz xayolingizga kelmaganmi? Men ham shunaqa katalog qilsam bo'lmaydimi deb. Bularni ham ko'rsatish kerak. Men nima demayapman, bular nalichda bor mollaringizmi? Buni boshqacha formatda ko'rsatish kerak demoqchiman. Karteladan ko'radi, mana bu yerda bitta ikkita rangi bor-ku, mana bu yerda turishini ko'radi-da, keyin yoqtiradi. Mana masalan, mana shuni kartelada yoqtirmaydi. Shu yerda ko'radi, yo'inki fasonini tayyorini ko'rsatamanki, keyin yoqtiradi. Endi men o'ylayman, siz o'z mana o'zingiz savolingizga o'zingiz javob beryapsiz. Ana undan ishlatilmaydi, bundan ishlatilmaydi. Ularni olsangiz, o'zi matolarni kamaytirsangiz, siz eng chiroyli narsalaringizdan bitta baribir mana men modelingizga o'xshab, ana modelingizga o'xshab tikib qo'yishingiz kerak. Bularni ko'paytirishingiz kerak, bularni o'rniga. Almashtirishingiz kerak joyini. Mana bu model. Masalan, ikkitasi mana shu yonib turibdi-da, misol uchun chiroyli turibdi. Lekin bilasizmi, mana yonlari buni buzyapti. Buni mana bu yonlar buni narxini tushiryapti. Lekin o'zrasi chiroyli chiqqan. Lekin men buni qimmatga olmayman. Chunki mana bu yonlari buni narxini tushirib turibdi. Nari saloningizda unaqa bo'lmagan. Unaqa bo'lmagan. Men borganman-ku. Bu o'zi alohida respublika bo'lib turibdi. Sizda hozir qo'shilib turibdi. Mana Namangan, Qo'qon, Andijon, Farg'ona bo'lib turibdi. Bir xil. Alohida respublika bo'lib turmayapti. Shu boshqa men anaqa ko'rmadim. Nasıl? Shu. Men menimcha umumiy yaxshi yurityapsiz. Bitta anaqani obyektni 50-60 millionga olish menimcha o'rtacha bozordan yuqoriroq segment. Rahmat. To'g'ri. 20, 30, 40 o'rtacha bozor shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman men. Chunki 10 milliongacha ishlayotgan qism ham juda ko'pda. Pardachilar segmentida. 10dan tepasi alohida bitta segment. Siz hozir menimcha shu o'rtachadan 2 ta 3 ta pog'onani teparida ishlab kelyapsiz-da. 10 milliondan past bo'lmayapti bizning. Bironta obyektingiz 10dan past bo'lmayapti. 10 milliondan past bo'lmaydi. Lekin Zarinopa aytyapsiz-ku, haqiqatan ham shuncha narsa mato bor deyapsiz-ku. Shuncha mato bo'lsa ham ichidan 20 tasini foydalanamiz haqiqatan ham. Tushdi. 20 tasini o'zingiz savolingizga bitta o'tirsangiz javob topasiz. Chunki o'zimda shu narsani mana o'sha borgansizlar ikkinchi etajdagi salonimda. Ana o'sha yerda bilmayman, mencha o'sha yerda zerikib mijiqlab tashagim keldi-da, oxiri borib zo'rg'a chiqib ketdim. O'shaning uchun men o'zimni ko'rdim-da, shu oldingi salonimni sizda ko'rdim hozir. To'g'ri. Men sizni darajangizga tushibmasa, shunaqa narsalarni tiqib tashagan borgansiz yo'ldosh, bu yoqda parda, bu yoqda 2 yil razlisa bor ekanda, demak. 2 yil oldin shunaqa edi. bu yoqda parda, bu yoqda parda. Ha, Yunusobodda hamma yoqda parda. O'sha men zerikib ketdim, zerikdim. Ishonasizmi, yangi showroomga hatto mana shu bu Yunusobod showroomda hech narsa olib kelmaganman. Shunchalik zerikdimki shu narsalardan. Ko'rgim ham kelmayapti-da. Avtomatik chopsiz texnologiyaga o'tgandan keyin formatni o'zgartirib boshqa pardalar bilan ishlab ketdim-da men. O'sha boshqa ko'rgim ham kelmayapti-da u pardalarni. Men o'sha o'zimni ko'rdim-da sizda. Shu o'zimni oldingi shu Yunusoboddagi salonimni ko'rdim. Shunaqa narsa ko'p edi, mana shunaqasiga terib tashagan. Chunki men shunaqa fikrlaganman, qancha ko'p assortiment ko'p bo'lsa, men mijozimga shuncha men qulay qilib beryapman, shuncha imkoniyat qilib beryapman deb o'ylagan ekanman. Qaysi oyda bitirdingiz kursni? Hozir oxirgi martasida.
o'qiganingizda? Yanvarda o'qidik. 2 oy bo'ldimi? 1,5 oy bo'ldi sizga. 1,5 oy. 1,5 oy. Martda tugatdik-da. 1,5 oyda Yanvar oxirroqda boshlandida. Ha. 1,5 oyda daromadingizda qanaqadir o'zgarish bo'lganini sezdingizmi yo'qmi o'zingizda? Ha, конечно, sezdim. Necha barobarmi, necha foiz? Endi ishimni sifatiga, masalan, qanaqa desam, 80% o'zgardi. Ishda umumiy sifat 80% o'zgardi. Umumiy sifati, chunki oddiy chok, yon chok bor-ku, ana shu yerda xatoyim bor edi-da. Bo'lmasa, masalan, ba'zilar "Voy, shuni ham qila olmas edingmi" deyishi mumkin-da ko'rib. Lekin shuni ham siri borligini bilmasdim. Bitta shuni siri uchun men aytgan edim-ku, chet davlatga borib, ana shu yeri yoqmaydi menga, nima uchun shunaqa chiqadi deb yashirishga harakat qilardim. O'zimga yoqmasdi turib berishi. O'qiganimdan keyin shunaqa chotki soldatday turib beradigan bo'ldi-da, o'zim ham уже quvonaman-da ishimdan. Ishingiz sifati 80% ga o'zgardi, daromadingizda qanaqa o'zgarish bo'ldi? Daromadimga 40% ga hozir o'zgargan. Endi xudo 1,5 xolasa. barobar o'rtacha. Keyin hozir yana xudo xolasa shuni ustiga ishlayapmiz. Boyagi aytgan xodimlaringiz olsangiz, Xodimlar olsam, keyin jarayondan kengayib chiqsangiz. yana planlarim bor, Planlaringiz bor. planlashtirib shuni kengaytirmoqchimiz. Endi hozir Xudo 1,5 xolasa. oy Toshkentdan siz kelganingizga 1,5 oy bo'ldi-ku, o'shaning uchun aytmadim. Bu molingizga sizni xodimingiz kam. Ha. Mol juda ko'p sizda-da. O'zim ko'p ishlayman, Zarnopa. Nimaga o'zi ishlaysiz? Nimaga ishlatdingiz odamlarni? Shu ana shu meni nimamda xato deydimi? Xato. O'zim ko'p Biznes ishlayapman. kurs kerak. Keng daraja. Ha, shunaqa. Keyingi daraja kerak. 9gacha qolsam ham shu ishlaymanda, tikaman-da. Nimaga siz ishlashingiz kerak? Shuncha ishlashingiz yetmaydimi? Shuncha yil. Shuni ayting, yana ikkita mashinam bordi uyimda. Mayli. Ulgurmasam uyimda ham ish qilaman-da. Shuni men o'zi shuni ustiga ishlab, ishchilarni olib, faqat zakazga mana chiqib kelib, ularga topshirmoqchiman. Xudo Siz xolasa. ko'proq Zarnapa hozir faqat yangilik ustida ishlaydi-yu. Shu formatga o'tib olsangiz, shunda ham Xudo shu xolasa. yaxshi ko'rishingiz, ishingiz yaxshi ko'rishingiz qolaveradi, faqat operativni Faqat yangilik anaqa qilasizda. operativni ishlamaysiz, yangilik kiritish ustida ishlaysiz bo'ldi. Operatsionkada chiqishingiz kerak-da. Shunda o'z bilasiz, boshda qanchadir o'zgarish bo'lishi mumkin, daromad tushishi mumkin, lekin 1-2 oydan keyin o'z ishni boshlaganda his qilasizda, boshqacha daraja ekan debdagi. Xudo xolasa. Shu. Nimadir tilaklaringiz, fikrlaringiz bo'lsa aytsangiz, shu bilan yakunlaymiz anaqani. Pardachilarga avvalambor ilm olishlarini taklif beraman. O'z ustiga ishlab, siz aytganday investitsiya. O'zimga investitsiya qilyapman deb bilim olishlarini xohlayman. Haqiqatdan ham bu farq qiladi. Oldingi tikishlarim bilan, oldingi fikrlashim bilan hattoki. Shunday sizni oldingizga bordimda qanaqadir uyg'onib ketdimda Zarnopa. Bu haqqoniy unaqada qanaqadir uxlay. Shu birinchi kun ham eslasangiz uxlaganday o'tirganman. Shunday kelganda siz motivatsiya bergansiz. Shunaqa men shu yerda aytganmanki, Zarnopa faqat men uchun gapiryaptilar deganman ichimda. Faqat men uchun. Hamma narsa men uchun deganman. Hammasini olib, bilimlarni olib hozir qo'llayapman. Haqiqatdan ham o'zingiz ham ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Aytganlaringizni qo'llayapman, harakat qilyapman. Haqiqatdan ham aytganingizdan bo'lyapti. Nima dedingiz? Shu haqiqatdan ham bo'lyapti. Keyinchalik ham Xudo xolasa ishlamasangiz ham ishingiz yurishi kerak degansiz-ku. Xudo xolasa shuni qilmoqchiman inshaalloh. O'rtoqlar, mana Dilnoz opamni salonlarni, showroomlarni ko'rdinglar. Hammasini obzor qilishga harakat qildik, ochib berishga harakat qildik. Sizlarga agar yoqqan bo'lsa, shunaqa formatdagi video olishimizni izohda qoldiringlar va bu videoni yanada davom ettirishga harakat qilamiz. Hammaga omad tilayman. Sizga ham Dilnoz opa omadingiz bersin. Keyingi kunimcha aytganlarimni qiling. Xudo xolasa qilib qo'yaman inshaalloh. Kutaman, sizga ishonamiz. Rivojlanmoqchi, o'smoqchi bo'lganlar uchun biz 2 kunlik marafon tashkil qilyapmiz. Izohda linklar turibdi. O'sha orqali kanalga kirib olsangiz bo'ladi. Bu bepul master klass bo'ladi. O'sha bepul master klassga kirib, qatnashib, o'zingiz malakangizni oshirsangiz bo'ladi. Yana dars davom ettirmoqchi bo'lganlar uchun ham offline, ham onlayn kurslarda ham umumiy taqdimoti bo'ladi. Bemalol kirib, qo'shilib ko'rishlaringiz mumkin. Charchamangizlar, hammaga rahmat.